Kelingizning yotishingni qara, ana to'yirni bolasini qara, uyga yetim olib kelib boqyapti. Qancha savobga qolyapti, sen yotishingni qara. Nima endi dada, men ham yetim olib kelaymi uyga? Olib kela olasanmi? Qo'lingdan keladimi? Bo'ldi, zo'rdan topib olib kelaman dada. Zo'r yetim olib kelaman. Mana dada, qip-qizil yetim olib keldim. Ya, sariq-ku bu. Metiskada bu. Ismi Umidjon. Orzuyim shunaqa velikni bir marta haydash edi. Maylimi bir marta haydasam dadajon. Voy, dadajon degan tilingdan. Ola qol bolam, ola. Hozir kelaman dadajon. Zo'r yetim olib kelibsan. Ha, yeysan yotasan, ha? To'yirni bolasini qara, ertalabda shudgor qilyapti. Shu to'yli bolasini ham bor-ku. To'xta. Ha? Umidjon kelmadimi hali? Men qayerdan bilay, bolajoningizni-ku. Qayerda yuribdi ekan bu? Erta bilan turaman. Ha, to'yli bolasi. Jonga tegding sen. Namuncha ertalabdan turib shudgor qilyapsan. Dadam ertalabdan ish qilsak baraka bo'ladi degan. Obedda tur, iltimos. Menda tinchlik bo'lmayapti. Obedda tur. O'g'iltoy, Ha, otam Nurim. katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Prokuror. To'yirning bo'lmasa, prokurormish. Harakat qilmaysanmi? To'yirni bolasini qara, qo'y boqib harakat qilib yuribdi. Amal ham katta bo'lsa sizni boqaman. Qo'ymanmi boqasan? Ey, to'xta. Umidjon qani biladi? Bilmayman kelgani yo'q. Ha, to'yini bolasi. Muncha mehnat sevarsan, ha? Bor qo'yini boshqa joyda boq, meni uyimni oldida boqma. Qayerda boqay? Bilmayman, dadam ko'rmaydigan joyda boq. Spetsialni qilyapsanmi? Ha? Ha, Dada diskimni ko'rmadingizmi? ko'rdim qanaqa disk ko'rayotganingiz, o'g'iltoy. To'yirni bolasini qara, ko'zi ko'karib kaltaga yeb ketdi. Disk ko'rib o'tirishingni qara. Hozir kaltaga yeb kelaman. Umidjondan xabar yo'qmi? Kimdan kaltak yeding, men ham yeb kelay. Qo'yni ballaridan. Qattiq urmaydimi? Sal og'riydi. Men ketdim, yeb kelay. O'g'lim, shunaqa ko'zing ko'karib yotaver. Ana Toyirni bolasini asrab olgan yetimini qara. Endi men bildi ya bilan. Uy yutyapti, uy. Bizni yetim qani? Umidjon qani? Toyimni bolasi, zanjirband qo'rding. Qanday yutding uyni? Kechamga eski Uzcard kartochkam bergandim. Kartani uyg'ot aksiyasida qatnashib u yutib oldi. Endi Uzcard hamma aksiyalarda o'ylayib qatnashamiz. Orzuyim shunaqa boshim chalib bir marta haydash edi. Tanish ovoz. Bir marta haydasam maylimi dadajon. Tezda qaytib kelaman dadajon. Umidjon! Belik qani Umidjon? Yana buzildimi? Shutda katta bo'lganman-da, kustoshlar. Ya, o'g'lingiz keldi. Assalomu alaykum aka. Neden? Tuzumsada. O'tirganda kim to'qsovlar? Kustoshlarmi mana? O'zi kontrakt o'qiysan-da, menga yana mehmon olib kelasan-a? Xush kelibsizlar yigitlar. Ota-onalar yaxshimi, onanglar? Kiringlar. Fu, buncha chang urdi. Uylar buncha kichkina. Kattasi kerakmi? Uyni kattasi kerakmi? Kirov rozi kichkinasiga keyin kattasini ham qilamiz. Amin. Sizlar keldinglar, balo kelmasin. O'zi qachon ketyapsizlar? Ertaga ketamiz a? Dushanba ketinglar. Bular bekorchimi sanga? Ishlari bor. Ertaga ketasizlar, ha? Oyi, o'rtoqlarimga katta gapirib qo'ygandim-da, devzira deb tosh qilib bering. Beraman o'g'lim. Qo'y ikkidan bo'lsin. Ottikidan bo'lmaydimi? Otniki ham bo'ladimi? Qazi deyapti. Kulma. Amaki, Yeb bashing. tualet bormi? Yo'q, biz inanib kelayotganku. Ha? Bor, конечно. Ko'rsata olasizmi? Yo'q. Amaki qatta u? Hatta. Xola, jakuzi yo'qmi? Jacuzzi nima? Cho'milishga-da. Ha, bizda aptava bor. Aptava nima edi? Optimallashtirgan cho'milish asbobi. Amaki uzoqmi? Isming nima sani? Nurik. Nurik. Sabr qilib yuring. Ustilarni chechmay yotinglar, sovuq bo'ladi. Atak pechkani jag'ib qo'yganman. Bo'pti. Polashka, Nurik qatta. Nima u, itingmi? Yo, kursdoshimiz. Turunchilaring bor edi-ya, u tualetga ketgan. Hali beri kelmaydi. Mana keldik. Mana tualet kir. Amaki bo'ldi, o'sha foydasi yo'q. Nimaga? Endi ko'proq vlajni kerak bo'ladi xolos. Yur ketdik. Ertalabgacha boramizmi? Tezroq yursang boramiz. Tinchlikmi, Panji?
kursdoshlaringni olib kelsa bir tanishib qo'yaylik. Achki bu yoqqa kel. Yoqqa. Achking qimmat ekan, ha? Sovg'ami bu? Bu yoqqa, bu yoqqa kelsan. Tushunmadim. Ukalarimga telefon qilaman. Tushunmadimmi? Любойga qil. Olyaptimi telefonni? Antena yo'q. Mobius emasmi telefoning? Yo'q. Mobius ishlatish kerak, o'shaning uchun. Hozir vodiy shaharlari Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qonda 5G ishlayapti. Internet uchyapti. Xohlasangiz bitta urib seni ham uchirib yuboraman, tushundingmi? Anji, Assalomu alaykum, amaki. nima meni mehmonlarim jini qilyapsan? Prosta tanishdik. Tur yo'qol uyingga. Xo'p bo'ladi. Nima sasyapti? Sen yuvmadingmi hali? Evet. Qayerdasan Nurik? Viloyatdan. Sanchi? Tumandan. Oho, men sizlarni kirib kelishinglarda bir New Yorkdanmi deb o'ylayman. Qozini bilmaysanmi nimaligini? Qozi nimamish? Xullas sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, olib o'tiringlar. Ya, onasi yemasa mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, obsh 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'ying. To'xtang onashga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda, ha? Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolasi. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan 1992 ming dollarga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yeyavering. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarsiz olayotganmi, olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi to'g'ri pora olib kelganmisizlar? Qani, ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirasini olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar o'zi yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo. Uyimizdan kislorod olyapsizlar, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz-da, xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskoda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Satqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam podammas ekansan, tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi, to'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Manaqa tushing, singlim, manaqa tushing. Siz kim edingiz? Blogermidingiz? Kim edingiz? Komila Lo'limidingiz? Aka nima bo'pti? Men tanibyapsizmi? Men Kamila Lo'li blogerman. Men sizni ot qashqasida taniyman. Kecha istoriyangizda OPM budjetga ovoz bersanglar 20 ming so'mdan beraman dedingiz. Men ovoz berdim. Nima tushmadi pul? Aka tushib boqmadimi? Tushmoqdi. Hozir telefon qilishim boraman, akalarimga telefon qilib tashib yuboraveradi sizga. Aniq tushyapti. Men bo'lmasa yozaman ustingizdan, singlim. Tushyapti, hozir 1 minut hal qilib yuboraman, akam. To'xta! Olib keldingmi? Nimani? O'pin budjetga bergan ovozing pulini olib keldingmi? Yo'q, tashlab beraman deyapti-yu. Kim? Komila Lo'li blogger. Yugur ana shunaqa blogerlarga ishonib, ha?
Mana matqovuldi o'g'li. Ovoz bergan puliga 1 litr yog' olib keldi. Turobga. Agar 20 ming siz uyga kirsang, ko'zingni o'yib olaman bola. Lolo pipimidik. Qani pul? Nima tushmadi pul? Ha? Men san blogerga ishonib ovoz berdim Open budjetga. Qolganlar ana yog' olyapti ekan. Sen nima beryapsan menga? Aka nima bo'lyapti? Qo'li berib pul tushmayaptimi? Shimo Sheva qatdiki? Navoiy City'niki. Yo, vashi tushmayapti pulingiz. Nimaga tushadi ovoz? Uyga borib boqing, tushyapti, pul tushyapti. Ha, uyimgacha borguncha tushyaptimi? Akalarimga aytyapman, tushyapti. Bo'ldi, kutaman. Bu odam bo'lmaydi. Nimaga dada? Qani 20 ming so'm. Abduqodirni qara. 20 yoshida gelik oldi. Sen bo'lsa 20 ming so'm ovozingni pulini ola olmayapsan, ha? Hey, Abduqodir to'yiga Holland bilan Gvardiola kelayotganmiz. Lekin buningizni bu yurishi bo'lsa, to'yingga kuchuk ham kelmaydi, bildingmi? Xullas, bu yurish bo'lmaydi. Yazna, apa, buni yaxshilab o'qitish kerak. Yaxshi eshonlar bor, dam soldirib kelaman. O universitetda o'qitinglar deyapman, Universitet qayerda joylashgan biz bilmasak uni. Buni biz bilmasak. Menga qara, bilmasang bilib qo'y, jiyan. Termiz shahrida Termiz iqtisodiyot va servis universiteti bor. Shu yerda o'qib odam bo'lasan. Hozir men odam emasmanmi? Ha, o'qisang inson bo'lasan, tushundingmi? Bu yerda 10 mingga yaqin talaba o'qiydi. Bu yerda ana Ozoda malimlar Hikmatoy malim dars bermaydi ishqilar. Yo'q, bu yerda faqat chet eldan kelgan mutaxassislar dars beradi. Yo'q, Ha. talabalar bunaqa uxlaydigan joyi bormi? Yotoqxonami? Ha, shunaqa bor. Bor. Agar bu yerda yaxshi o'qisang, senga rektorskiy stipendiya berishadi. Undan tashqari chet ellarga jo'natishadi. Chet ellarga? Ha? Добрый вечер, qizlarjon. O'zman Termizdaman. Sen bunaqaga? Seni kim eding sen? Papilomanmi kim eding? Akam Kamila Loloman. Qani mana 20 mingga ber baqa. Уже перебор, jonga tegibsiz, akam. Bizani aldashyapti reklama beruvchilar. Bizga ham oson tutavermang blogerlarga, akam. Menga qara, menga seni kim aldaydi, tushundingmi? Menga 20 ming ber. Mana sizga 20 ming. Jinda. Aktiving tushib ketsin. Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Ana qildim. Mayli iftorlik kamlar aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina unaqa qittir qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni unaqa qilib turib qilaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, ana nima qilamiz shunda? Yo, hali unaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga ana qilmadingiz-ku. Yo, men unaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib unaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha ana qilaylik dedim. Ana nima qilding? Ana uni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalari ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Babi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekanda bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar ana qo'ylar edinglar-ku, ha? Ha, qo'shni bir oy oldin ana oluvdingiz, ana qiling endi, ana bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Ana qilmay qo'shni anoningizga siqsa ana qiling-da. Og'zingga qarab aniq o'qigan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.